5-6 marta kechqurun avtizin surib qiynalib yurardim, miyam og'rirdi. Burnim qonardi, uyqu bermasdi. Roppa-rosa 1 oy oldin bemorimiz operatsiya qilganimizda shikoyati burundan nafas olish qiyinligiga, burun qonashiga naftizinni bir kunda 5-6 mahal ishlatganlar. Yuragi ham og'rirmidi yuragingiz? Yuragim og'ridi. Yuragi ham og'rib bergan, chunki nafas olish qiyin bo'lgan, naftizin qon tomiri toraytirgan, yurakka nagozka tushgan. Mana 1 oylik natija. Ko'rishingiz mumkin, burun devor to'ppa-to'g'ri. Qilichday deydi-yu. Yo'qda ham xuddi shunaqa qilichday. Orqa xona ko'rinib turibdi. Mana bu yo'llari. Inshaalloh bemorimizni eng katta darddan xoli qildik. Bu naftizin dardidan xoli qildik. Operatsiyadan oldingi shikoyatim bosh og'rirdi. Kislorod yetishmasdan burun qonardi, miyaga o'tib ketardi. Chiqib tinchlik yo'q edi. Mana operatsiyadan keyin shunaqa a'lo darajada bo'ldi. Hamma narsam joy-joyida. Burnim ham, miyam, qonashlar yo'q. Hammasiga rahmat, doktor boyga rahmat. Ko'z tegmasin. Bunaqa insonlar ko'p bo'lsin.